Mani erkak qizim bor. Qo'liga telefon tushsa 50 marta telefon qilishi mumkin. 50 marta. 50 marta erinmasdan javob beraman. Ha erkak qizim, asal qizim, shakar qizim. Ha telefon tushdi, sog'indingizmi? Hozir boraman. Chiroyli qizim bor. Ko'tarib turgan paytim ustimga ho'llab qo'yishi mumkin. Va men erkalab ishtonni almashtiraman. Bir kun kelib shularni ham uzatamizda, lekin tushunyapsizlarmi? Ota uchun eng og'ir narsa shu narsani anglash. Bir kun kelib mani erkak qizimni avaylab qo'limda erkalab katta qilib o'tgan qizimni kimgadir berib yuboraman-da, tushunyapsizmi? Keyin u odam keladi-da ishdan. Erkak qizim naskisini yechadimi? Nomard menga ayt, o'zim yechaman. Erkak qizimni ovqatiga baho beradimi? Bugun tuzi kam bo'pti. Amana ko'z yoshlarimdan xo'sh bo'lmasa. Erkak qizimga